Qo'shni soat necha bo'lganini bilmaysizmi? Yo'q, bilmadim. Bo'pti, men hozir kompyuterdan qarayman. Qayerdadir soat o'rnashsa zo'r bo'lardi-ya. Ha, вообще zo'r bo'lardi. Yur, Janobberga aytamiz. Ketdik, yuring aytamiz. Ketdik, davay. Bu Jetel meni uyimda nima qilyapti tushunmadim. Xo'sh, Jetel, nima qilyapsan bu yerda axir? Borib uyingda o'tirsang bo'lmaydimi? Assalomu alaykum, Joxa. Va alaykum assalom. Gar saloming bo'lmaganda ikki yamlab yutmasdim, chunki sen yutishni bilmayman. Sen meni og'zimga ham sig'maysan-ku. Ha, yaxshi. Shunaqa ovozimga kattaman, kattaman. Bor, uzoqda o'ynash. Bunisi uraman hozir seni. Mayli, kechiring, uzoqda o'ynashaman. Bo'pti, bor, короче. Bu yerda yaqinlashma, короче, bu yerlarga. Juda ham zerikib ketdim, to'g'risini aytsam. Hozir daraxtlarimni borib bir sanab chiqdim. Ko'payib qopti daraxtlarim anchagina. Quyosh ham ancha tepaga chiqib ketdi. Jetela bu yerda nima qilyapti, hayronman. Mayli. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joxa va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar, chunki hamma videomni oxirigacha kuzatsanglar, asosiy sarguzashtlar videoning oxirida bo'ladi. Bilasizlarmi shuni? Bilmasanglar albatta kuzatinglar oxirigacha. Men esa hozir qishloqda nimalar bo'layotganini tushuna olmayapman. Bir tushunib olishim kerak. Bu yerda kompyuterchi biratan turibdi albatta. Tak, bu yerda yo'lda nimadir problema bo'lgan ekan shekilli. Короче, ketdim. Hozir to'xtanglar, telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Joxa, qayerdasan? Uyimdaman. Tezroq yonimga yetib kel, senga ikkita ish bor. Oho, birdaniga ikkitami? Ha, ikkita, tezroq yetib kel. Qanaqa ish? Kelsang aytaman. Ha, bo'pti, hozir boraman. Qanaqa ish bor ekan? Birdaniga ikkita ishni aytmoqchi Janobber. Nahotki. Ha, nima asabiylashyapsan? Janobber birdaniga ikkita ish buyurmoqchi menga. Yaxshi, yur, ko'proq soq qolasan. Bilmadim-da, pul berishini, chunki har doim o'z oylikni kech beradi. Ham ikkita ish buyuryapti, qo'yilman. Ha, men ham qo'yil qoldim lekin. Ha, ikkalamizda ham qo'yilimiz. Mayli, hozir borib kelayinchi Janobber yoniga nima der ekan. Qo'shnim geligini oldiga o'tiradi har doim nimagadir, bilmayman. Qo'riqlab o'tiradimi? Qochlaring, hoy, qochlaring, men kelyapman. Tak. Yo'llarni kattalashtirib chiqqanman, ko'ryapsizlarmi? Bu qishloqdan cheginish bo'lgan. Janobberning binosi kattalashib qolibdimi? Oldin kichkinagina edi. Shekilli o'zgarish bo'libdi. Assalomu alaykum Janobber. Va alaykum, ke Joxa. Binoyingiz kattarib qolibdimi? Ha, kattalashtirdim. Ya'ni ustalarga aytib kattalashtirdim. Ha, o'xshayapti. Nima ish, qanaqa ish bor demoqchi edingiz menga? Короче, birinchisi, chap tomondagi yashikni ochgin. Ochdim. Ichida soat bor, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. O'shani olganda qishloqqa, ya'ni meni uyimni mana bu chap tomoniga, ya'ni sendan chap tomon, mendan o'ng tomoniga osib qo'y. Nimaga? Qishloqlar soatni bilmayapti ekan, o'shanda qarab bilib turadi. Mayli, hozir osib qo'yaman unda. Keyingi ishni keyin aytaman, borib qo'yib kel avval. Bo'pti, hozir qo'yib kelaman. Tak, juda ham chiroyli, eshigi ham o'zgaribdi, qora eshik turardi avval. Hayronman, Janobber rostdan ham rivojlantirib olibdi hamma yoqda. Tak, buni yerga qo'yaymikan? Mana shunaqaroq qilib qo'ysam, tagiga qandaydir buloq qo'yish kerak. To'xtanglar, men borib bitta tosh olib kelmasam, bu g'alati turibdi. Havoda mollar qanaqasi turishi mumkin? Biz shaxtamiz qayerda edi? Qayerdadir shaxta bo'lishi kerak edi-ku. Adashmasam mana bu yerda bitta shaxta bor edi-da, mana ekan shaxta. O'zi bilaman qishloqda qayerda nima borligini. Bitta etsam yetadi, adashmasam. Bu shaxtani kattalashtirish kerak. Yo, naryoqda ham shaxta bor. U shaxtaga prosta hozir borishga erinayapman, chunki sal uzoqroqda. Tak, voy, yana bitta kerak ekan. Necha vaqt qaytib yana borib olib kelish kerak, to'g'risi. Mana shunaqa ishlar yo'qmaydi-da. Bitta ishni qilasizlar, o'xshamaydi. Ya'ni yarmi o'xshaydi, yarmi o'xshamaydi. To'liq qilmagan bo'lasizlar. To'g'ri, mana shu ishlar juda ham g'alati bo'lib qoladi. Odamga motivatsiyani o'ldiradi. Odam xuddiki o'sha ishni qilmagandek tuyuladi odamga. Yana boshdan qilayotganga o'xshab ko'rinadi. O'shaning uchun sal yo'qmaydi menga. Uni qo'yamiz. Bitta narsa men asabimni yomon buzdim. Men bitta teshik joy bor ekan, o'shani ham to'ldirib qo'yayin. Chunki rostdan ham g'alati turibdi, bor, вообще g'alati turibdi. Qayerdan mana shu yerdan bitta yer blok etib qo'yayin-da. Rostdan ham вообще yoqimsiz holatda turibdi. Uni ko'rgan odamning o'zi asabi bittada buziladi. Tak, mana bu короче nima edi? Bug'doy men kerak emas. O'sha yoqqa otib yuboraman. Keyinroq qashtirchi yetib oladi. Bu yerda bir qator bo'sh joy bor. Menimcha o'tish qaytish yo'lak bo'lsa kerak. Mana bu yerda o't yo'llarini ham olib qo'yish kerak, chunki xunuk ko'rinyapti. Tak, mana bu kerak emas bizga. Xo'sh, ana endi Janobber yoniga borib ko'rsam bo'ladi. Juda ham takoy chiqdi menimcha. Hamma soatni ko'rish mumkin. Oy, jetellar ko'chada jetel yo'q-ku, hamma bu yerda ekan. Oy, soatni ko'rishinglar mumkin. Rahmat Joxa, rahmat katta senga. Mayli. Ikkalasi nimadir pichirdashib gaplashyapti, lekin nimaligini bilmayman. Janobber, qilib bo'ldim, soatni qo'ydim. Ha, yaxshi. Endi qarab tur. Ana qishloqda O'rvot tomoni bor-ku, sharq tomon. O'sha tomondan kirish yo'lida menga mashina olib kelishgan, zakaz qilgandim. O'shani olib kelganda, короче, olib keyin ko'ramiz. Bitta joyda garaj qurish kerak. Garaj uchun joy top. Qayerda bo'lish kerak garajning joyi? Mana shu binoga yaqinroq joydan. Bo'pti, avval olib kelayin unda.
mayli olib kel, keyin ko'ramiz. Bo'pti. Tak, qanaqa mashina ekan? Eshikni ochmasdan o'tib ketdimmi hozir? Yo'q, unaqa bo'lgani yo'q. Ochib o'tdim shekilli, bilmadim. Tushunmay qoldim to'g'risini aytsam. Janob mer aytgan yo'l bo'yicha boradigan bo'lsam, tak, mana shu tomonda, ya'ni mana bu yerda daraxtlarni kesmagan ekanman nimagadir. Bu tomonlarni ham kesish kerak. Tak, mana bu yerda bitta qolib ketibdi. Yaxshi, juda ham ajoyib. Tak, mana o'sha daraxt, mana shu daraxt olib qanaqa daraxt deyapman, mashinani olib ketishim kerak mana shuni. Tak, asta chiqamiz, lekin bu yerni yo'llari namuncha baland qilib qilingan tushunmadim. Mayli. Tak, bu mashina qanaqa mashina ekan? Gaz bir balo degan mashina, gaz bolromi nimadir. Adashmasam gaz edi aniqligi. Aniq nomi gaz bilan boshlanadi. Tak, hozir voy, yo'lda aniqlash problema bo'lyapti. Bu mashina bilan haydashim biroz qiyinroq, burilishlarda tushunib bo'lmayapti. Qishloqda yo'lini vobshe rasvo qilishgan, burilishlarda shunday betartib qo'yishganki, hattoki mashinada burilayotganimni ham his qilayotganim yo'q. Tak, mana normali. Juda ham yo'llarimiz ham to'g'ri ham vobshe g'alati qilingan. Bu yerda mashinani haydashda o'zi bir palakatda bor, vobshe palakat. Mana bu yerda yo'li ham g'alati, qaranglar. Uyga tegib qoladigan darajada qilib qurilgan. Hozir janob merda tak, binosini yoniga qanday qilib boraman bu mashinani? To'xtanglar. Biroz orqaroqqa haydab turib mashinadan burib o'rish kerak. Tak, hozir mana. Tak, okey, asta juda ham astalik bilan haydash kerak. Agar tegib ketadigan bo'lsam, biror joyga dabdala bo'ladi. Tak, janob merda binosini yaqin joyiga, garajga joy bormikan birorta ham? Menimcha joy yo'q o'xshayapti. Qoch, yetel, qochib tur, yaramas. Qoch deyapman. Yaxshi qochdi. Tak, hozir qochlaring, qoch hammang. Tak, garajga nahotki joy yo'q. Bitta joy topdim, o'sha joyga qo'yishim mumkin. U yerga ham daraxt bor ekan, u yerga ham qo'yib bo'lmaydi shekilli. Bu yerda ham daraxt bor ekan rostdan ham. Qoch, urib ketaman, qoch. Janob mer, короче, eski binosini yoniga garaj quraman shekilli. Qochib tur, qoch deb urib ketaman, ahmoqmisan? Qoch. Tak, mana shu yerda normal joy bor ekan. Mana shu yerga qoldirib ketsam bo'ladi. Garaj qurib qo'y dedi-yu janob mer, garaj qurish kerak. Bo'ldi, mana shu yerda turadi mashina. Tak, bir amallab tushaman va bu yerni yopib qo'yamiz. Mana bu daraxtni kesishga to'g'ri kelar ekan, janob merga aytib kelayin avval. Tak, bu yerda joy yo'q ekan qisqasi janob merning uyining yonida, ya'ni binosini. Janob mer, binoyingiz yonida joy yo'q ekan, o'sha eski binoni yoniga joy bor ekan, o'sha qursam bo'ladimi? Mayli, o'sha yoqqa quraver. Bo'pti. Tak, bu yerdan men bir ikkita narsalar olishim kerak qurilish uchun. Tak, bizga kerak, mana bunaqa blok ham kerak bo'lyapti. Yo'lda bitta joy buzuq ekan. Mayli, olaver. Tak, hozir daraxt olamiz. Tak, yana nima narsa olish kerak ekan hozir? Tak, hozir yana nima olsam ekan? Bu yerda tosh yo'q ekan. Tosh 15 tagina bor ekan. 15 ta tosh yetmaydi. Hozir borib qochib, bu yerda turma, eshik yopib qo'yayin. Tak, birinchi o'rinda men bu yerda yo'lni to'g'rilab olay. Mana shu yer rasvo ekan, chunki burilish anchagina qiyin bu yerdan. Mashinalar burilaman deb turib bir joyga urilib ketadigan bo'lsa dabdala bo'ladi. Hozir ko'rasizlar qanaqa zo'r narsa qilaman. Men bu yerni birinchi o'tlarni tozalash kerak. Tak, kerak emas o'tlar, mana shu o'tlarlar. Xo'p, belkurak bilan men bu yerda olamiz. Hozir ochaman. Cho'tki qilib, takoy qilib bu yerga yo'lni kattalashtiramiz aka. Tak, mana va mana yana bir ikkita mashina qilib qo'yaman chiroyli qilib va bemalol mashinalar burilaveradi. Mana aka. Ko'ryapsizlarmi? Takoy bo'ldi. Shunday keladi, to'g'ri tushib ketaman. Bu yerdik bitta blokni olib tashlar ekanman. Mana shu yerdikini olib tashlasam, ana endi go'zal bo'ldi. Vobshe go'zal bo'ldi. Mana burilish joylariga bunaqa qo'yish kerak, chunki mashinalar burilishga qiynalyapti. Tak, men o'zimni mashinam qiynaldi, ya'ni o'zimni emas, janob merning mashinasi. Xo'p, yana mana bu yerga ham bitta shunaqa qilaylik. Ya'ni bu yerni ham hozir olib tashlayman. To'xtanglar, buni ham olib tashlayman, buni ham olib tashlayman-da. Keyin bitta bu yerga qo'yamiz mana. Takoy shunday burilib ketaveradi. Atak, mana bu yerga ham bitta qo'yib qo'ysak, buni olib tashlash kerak. Mana bu yerni ham buni olib tashlasak, o'ta go'zal bo'ladi. Mana aka, takoy. Ana endi menimcha cho'tka. Bu yerda ham bitta burilish bor. Bu burilishni ham xuddi shunaqa qilib ketaman. 4 ta ortiqcha blok bor. Tak, 4 ta bo'lsa, buni olib tashlar ekanman. 3 ta ekan-ku, 4 ta emas, 3 ta ekan, to'g'ri. Unda mana bu yerga qaranglar, bitta bu yerga, bitta bu yerga, bitta bu yerga va bitta bu yerga. Takoy. Ana endi cho'tki bo'ldi hammasi. Janob mer garajini qanday quraman ekan? O'sha joydagi bitta daraxtni kesaman. Tosh kerak hozir menga. Toshni qayerdan olsam ekan? Toshni janob merda, короче, ishxonasidan olmoqchi edim. Ishxonasidagi toshlar kam ekan. Uni ola olmayman, aniq bilaman. Mana bu yerda edi shaxta. Shaxtani ham og'zini biroz kattalashtirib qo'yish kerak, chunki bundan deyarli hech kim sig'maydi ham. Rasvo holatda turibdi shaxta. Tak, mana bunaqa qilamiz.
va bu yerni ham ochib tashlaymiz. Bo'ldi. Endi bu yerga bitta zinacha qilib qo'yaman. O'shanaqa eski usulda mana bunaqa qilib takoy. Bo'ldi. Ana endi mana bu yerni ham olib qo'yish kerak. Bosh tegar ekan odamni. Lekin salgina noto'g'ri turar ekanda bosh tegar ekan, to'g'ri, lekin bu yerni baribir mana bunaqa qilib olib tashlamasam, obbo, bugun garaj qurmayman shekilli. Mayli, garajni keyin quraveraman. Hozir mana bu yerni tekislash kerak. To'g'rilamasam bu yerda dabdala yotibdi, qaranglar. Tak, mana buni olib tashlaymiz. Ana endi bu yerga bir qator yer blok qo'yib chiqaman mana bunaqasiga. Tak, bo'ldi. Endi hozir tepani chiqib to'g'rilab tushayinda. Bu yerda bunaqa qilamiz. Tepaga yo'l qanaqasiga chuqur qilib qilingan, hayronman. Bo'ro, chuqur qilmas kerak edi yo'lni. Tak, mana bu yerga obbo, nima bo'ldi? Mana bunaqa qilib qo'yish kerak, mana takoy turadi bunaqa qilib qo'ysa. Bo'ldi. Ana endi shaxtaga tushaman. Mana shu blokni olib tashlayman bu yerdan. Kerak emas blok. Ana endi tosh olib borsam bo'ladi garaj uchun. Garajni bilmayman qancha vaqtda qurib bo'laman. Menimcha bugunlardan qura olmasam kerak. O'shaning uchun keyinroqqa cho'zib qo'yamiz qurilishni. Ya'ni bugun emas, balki erta yoki indin yoki boshqa kunga ko'chirsam ham bo'laveradi. Xo'p, mana juda ham takoy. Mana uni o'rniga tosh olaman qo'limga. Nechta olayotganimni ko'rishim kerak edi, axir ko'proq olib borish kerak, chunki qanaqa shaxta deyapmanmi, garaj qurishim uchun ko'proq kerak bo'ladi. Tamam, bu yerni ham yopib qo'yaylik, to'xtanglar. Mana bu bunaqa yopib qo'ysak, bu yerda ham mana bunaqa qilib qo'yamiz takoy. Mana chiroyli turadi. Bo'ldi, garaj qurishni boshlayman. Garaj qurishni albatta o'sha joydan quraman, ya'ni mashinani olib bordim-ku, o'sha joyda takoy qilib quraman, ko'rasizlar. Menimcha o'sha joyda chiroyli garaj chiqib qolsa kerak. Qochib tur. Obbo, yaramas. Qaranglar, nima qilyapti bu? Tak, mayli, bu tomonni ham mana bundan qo'yaman, ya'ni toshli blokdan tiklar ekanman, bu tomonni ham. Tak, yana bitta qo'yish kerak, bo'yim yetmaydi. Daraxt chopamiz, bu yerga daraxt hozircha ortiqcha turibdi. Buni chopaman-da, bundan tushgan daraxtlar qaytarib boshqa joyga ekib qo'yaman, chunki daraxtni kesish juda ham yomon ish. Qaytarib ekish esa yaxshi ish. Tak, hozir devorning oxirgi qismi mana shu yerga to'g'ri kelar ekan. O'sha yerga to'g'ri kelsa, lekin mashinani oldi chiqib qolar ekan. O'sha hisobdan bir qator bu tomonga o'tkazibroq qilish kerak shekilli. 2 qator o'tkazar ekanmiz. Cho'ta bir qatorga bo'lmaydi. Tak, mana shu yerdan 1 2 to'xtanglar. 2 3 4 ta qilaman va bu tomonga qaratib ham qo'yib chiqish kerak. Xo'p, bunaqa turib olaman-da. Tak, qo'yib ketayman 16 ta. Yetammi yo'qmi bilmayman. Hozir to'liq qilib chiqaman mana shu yerni oxirigacha. Qilib bo'lgandan keyin esa boshqa joylarni ham qilaman.